Faqat ishonish qiyinroq. Bir umr bu bilan qiynalib yurgan inson bunga ishonmaydi. Butun dunyo bo'yicha hozir ich qotishi juda katta muammo bo'lsa kerak. O'shaning uchun ham ich qotishiga juda ham ko'p preparatlar yaratilgan. Oxirgi paytda zamon rivojlangan sari bemorlar ham ko'proq o'sha ximikatlardan qochishga harakat qilishyapti. O'shaning uchun bizning klinikamizda gidrokolon terapiya yo'lga qo'yilgan. Bu ya'ni ichaklardagi har qanday muammolarni, tashqi 90% muammolarni hal qiladigan muolaja hisoblanadi. Ya'ni agar sizni qabziyat qiynayotgan bo'lsa, ich qotishi bezovta qilayotgan bo'lsa, bu muolajani 3-5 marta oladigan bo'lsangiz, ichaklaringizni ishlashi o'z normasiga qaytib oladi. Ya'ni bunda ichaklarning peristaltikasi tiklanib, ich qotishdan siz bemalol bartaraf bo'lishingiz mumkin. Faqat ishonish qiyinroq. Bir umr bu bilan qiynalib yurgan inson bunga ishonmaydi. Bunga ishonish hosil qilish uchun klinikamizga murojaat qilib, shu muolajani siz olsangiz, effektini Xudo xohlasa ko'rasiz.